Assalomu alaykum. Couch avtomobilimiz. Couch so'ragan akalarimiz uchun mana Couch'ni dori. 1.6 motor. Benzin 2013-yil 105 ming kilometr yurgan. Ideal holatdagi Couch. Narxi 6 million won. Dollarga 4200 dollar to'g'ri keladi. Mashinamiz salon holatini ko'rsak. Signasi rushnoy. Xo'sh, eco rejim rullari silgan. Signallar isitadi. Monitor mavjud. Black box'i. IPS'lari ham bor. IPS behuda ekan. Signallar urinib ketmagan unaqa toza holatda. Orqa signallari ham isitadi. Pokiza holatda, knopkasi mayda ekan. Ideal holatdagi Couch. Couch so'ragan akalarimizga ballonlari ham normalniy. Couch bundan arzonlari ham chiqib qoladi. O'zi Couchlar qimmat yuradi akalar. Ko'pchilik biznikidek. 6 million won. 4200 dollar to'g'ri keladi. Bundan arzonlari ham chiqsa, xudo xolisa qo'yaman. Yumshoq ballonlar. Kimga kerak bo'lsa aloqasiz ko'rasizlar. Aytdi, signasi ozgina yirtilib qolibdi, qaramabman. Chexol kiydirib yuborsa, umuman bilinmaydi. Shu yeri ozgina.